Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, hurmatli uzum shinavandalari. Uzumchilikka qiziquvchilar, bugun 21-mart sanasi 2026-yil hammani Navro'z ayyomi bilan va kecha o'tgan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Yana bir marta biz o'zimiz teplitsamizda ko'pchilik so'rashyapti, ko'chat qildingizmi, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi deb. Mana hujjatlarimiz xudo xolisa yashnab turibdi. Qaranglar buni. Bittadan mana shu joyga like bosib qo'yinglar. Mana xudo xolisa qilingan mehnatlar avvalda Xudo berdi. Hujjatlar mana rivojlanishyapti. Sekin. Xo'p. 4 xil navda qilingan hollar. Xo'p, birinchisi avatar. Eng oldi mana 10 sm dan o'tdi mana. Eng oldi. Endi o'smay qolganlari ham bor mana. Endi o'sayotganlari ham bor. Xo'p. Kurta yozib turganlari ham bor. Har xil holatda. Hammasi bir xilda bir tekis bo'lmaydi, lekin avji borini, yaxshi o'sib turganlarini sotuvga chiqarib sotaveramiz. Mevalarini qaranglar. Ko'pchilik mana mevasi bor, meva qiladi deb sotadi. U gap sal mubolag'a, ya'ni bo'rttirish, chunki bular mevali kurtak, tokdan kesib olingan, shuni hisobiga bular shu programmasida meva bor. Shuning uchun meva chiqaraveradi, lekin bu mevani endi o'ta kuchli qaralsa 2-3 dona mevasini pishirishi mumkin, qolganini pishira olmaydi. Mevasini olib tashlagan yaxshi. Lekin hammasida mana meva chiqaradi. Bu shu programmasida borligi, ya'ni mevali kurtak bo'lganini hisobiga. Mana avatarlarimiz xudo xolasa ancha yetilib qoldi. Aprel oyiga tayyor bo'ladi. Martda oxiridan ham boshlab yuborsak bo'ladi. Ko'pchilik biz o'zbeklarda darrov hisoblashadi. Qalamchasi muncha, ko'chati muncha, nimaga qimmat, nimaga arzon deshadi. Xo'p, ko'chatlarimizni bir 10 kuncha bo'ldi, issiq urdi. Mana, qaranglar atrofidan o'sish nuqtalarini mana issiq urdi. Xo'p, bu termosimizni yon tarafini keyin kespladik, keyin ochdik. O'sha ochilmagan holatda edi. Kunduzi ochilmasdan qolib ketgan. O'zi ochish kerak edi, men tajribasizlik qildim. Mayli bitta yaxshilab isib oladi deb tekib qo'yib berdim. Hozir mana shu termizi kesilgan. Mana shu holatda agar ochilmasa, ichkarida 40 gradusga chiqyapti. Tashqarida 15 bo'lsa, ichkari 40 gradus bo'lyapti. Endi har yili bitta tajriba bo'ladi odam uchun. Ya'ni tajribasi yuqori odam 1 yilda paydo bo'lib qolmaydi. Har yil nimadirda o'rganib, oz-ozdan qo'shib, nima deydi, ishingizni mukammallashtirishga baribir urinasiz. Lekin mana natijamiz yomon emas. Avatarlar juda ham avj bilan ketyapti. Qaranglar. Keyin e'tibor beringlar. Tanasi bargi yam yashil va tiniq. O'ziga yarasha ishlovlar berilyapti. Suyuq biyagomusdan beryapmiz. Xudo xolasa mana Bahodir ekan bergan biyagomuslardan. Jitki biyagomus zo'r effekt bergan mana. Bundan tashqari yana o'stirgani, aktivlagani Phytoactive Extra preparatidan bargidan oziqlantiryapmiz. Mana avatarlarimiz. Bu taraf avatar, oxirida ham avatar bor. Xo'p, bu taraflarimiz manikür fingerimiz. Manikür fingerimiz eng ko'pi 5,5 ming dona ekilgan. Xudo xolasa tomirlashlarimiz yaxshi bo'ldi va bular preobrazение uzumi. Xo'p, o't chiqqaniga e'tibor bermaysizlar, chunki tuproq ekilgan, tuproqda o't urug'lari albatta bo'ladi. Endi bular qator olib chiqilinadi. Eng ko'p zarar ko'rgani mana shu preobrazение bo'ldi. Mana qaranglar. Kurtaklarini issiq urgan. Juda ko'pini urgan. Mana hali o'ziga kelgani yo'q. Mana juda ko'pini urgan. Ba'zilari quriyapti ham. Qattiq stressdan chiqargan dorilar beryapmiz, lekin chiqib ketishi qiyin bo'lyapti. Preobrazение uzumi. Mana. O'suvchanligi juda ham tez, lekin avatar bilan Lamborghini uzumimiz stressdan osonroq chiqdi. Buni bariga nisbatan yupqaroq bo'lar ekan. Ichidagi uzum bo'lgani hisobiga stressdan chiqib ketishi qiyin bo'lyapti, lekin mana rivojlanish yaxshi bunda ham. Sotuvgacha mana o'tlarini chiroyli qilib olib, chunki o'stiradigan preparatlarda, ya'ni oziqaviy preparatlarda, suyuq biyagomusda hozir ko'rsataman va Phytoactive Extra preparatini beryapmiz. Ular ham mana o'tlarga ham tegadi-da. O'tlar ham juda avj bilan o'syapti, qaranglar. Ham toklarimiz o'syapti, ham tagidagi ana chiqqan o'tlar ham o'sib ketib qolyapti. Bular albatta olib chiqilinadi. Avatar boshqacha yashnab turibdi. Eng oldi ba'zilari bir qarchgacha ham o'sib ketibdi mana. Mashalloh, mana qilingan mehnatlar ozgina bo'lsa ham samarasi. Xo'p, bu tarafda ham manikür fingerimiz bor. Mana manikürlar endi avj bilan rivojlanyapti. Mana kurtaklarni yozib. Ekilganiga adashmasam bir haftacha bo'ldi. Mana gradusni qo'yib qo'yganmiz. Shu 20-25 gradusda turibdi doimiy.
Kechasiga tagi to'pli pol, bu tarafda katyol yoqilyapti. Bu taraf yoqilmaydi va mana Lamborghinilarimiz. Bular ham mevali hammasi. Chunki mevali kurtak. Mana endi rivojlanib turganlari ham bor. Va qurib qolganlari ham bor mana afsuski. Chunki o'sib turib ham qurib qoladi. Mana kurtagi tomiri chirib qopti. Ya'ni mana birga bir hech qachon bo'lmaydi biz o'ylagan natijamiz. Mana bu tomirlari o'zi chirib qolgan. Shunaqa. Mana endi kurtak yozyapti. Va avj bilan rivojlanib turganlari ham ko'p. Bularda ham qaranglar, mana o't o'sib ketdi. Sababi umuman o'stiradigan preparatlar bu o'tlarga ham tekkan, shuni hisobiga avj bilan bular ham maza qilib o'sishyapti. Ya'ni oziqani bargidan olib zo'r bo'lib o'sishyapti Lamborghinilarimiz. Lamborghini zakaz olganimiz yo'q. O'zi ozgina kimga nasib qilsa, o'sha sotuv boshlanganda e'lon qilamiz, o'shanda olishlari mumkin. O'zi ozgina bir chiqsa 200-300 dona chiqadi xolos. Juda ko'pchilik so'raganiga qalamchasi qimmat bo'lsa ham sizlar uchun xudo xolisi tayyorlab qo'ydim ko'chatini. Qaranglar. Chiroyli holatda mana o'syapti. Bu tarafda mana avatarlarimiz. Bular ikkinchi partiyamiz. Narigilar birinchi partiya. Shulardan chiqqan tomirlamaganini qaytadan tomirlatishga qo'yganmiz. O'shalardan tomirlab mana chiqqanlari yana chiroyli bo'lib mana o'sishni boshladi mana. Hop. Bu taraflar ham avatar. Bitta ozgina etyud uzumimiz bor. Mana etyud. Bu ham hammasi deyarli mevali chiqibdi. Mevali kurtak bo'lgani hisobiga. Bitta mana Koberga payvand, avatar va Lamborghinilarimiz bor. Bular ham ba'zilari o'syapti, ba'zilari endi kurtak yorayapti, ba'zilari hali qimirlash yo'q. Buni ham natijasini sizlarga aytamiz. Shunaqa gaplar sotuvni xudo xolisa 28-29lardan balki aprel oyining boshidan boshlarmiz. Chunki qachon ekiladi? Kechasi harorat hisobga olinadi. Mana kunduzi 20 gradusdan o'tdi vodiyda ham. Endi Surxondaryo, Qashqadaryolarda bizdan ko'ra ancha issiqroq bo'lyapti. Kechasiga harorat 12 gradusdan baland bo'lishi kerak, ya'ni 12 dan tushmasligi kerak. O'shanda bular stressga tushmasdan avj bilan yaxshi o'sadi. Shuni hisobga olish kerak. Kechasi 12 gradusdan o'tgandan keyin sotuvni boshlab o'sha bemalol eksa bo'laveradi. Tashqarida bizda uzumlar endi kurtak bo'rtib, endi kurtak yozyapti. Bular ancha oldinda, mana xudo xolisi. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, ko'pchilik narxlarini so'rayapti. Hali narxlarini aniq chiqarganimiz yo'q, lekin taxminiy hisobimiz bor. Taxminan chiqarib qo'ydik. Lamborghini eng qimmati 50 ming so'mdan bir donasi. Donabay ham, Optimga ham shunday, o'zi ozginagina. Preobrazheniyamiz 30 ming so'm. Preobrazheniya ham, Optimga ham, o'sha Donabayga ham 30 ming so'mdan beramiz, o'zgarmas narxda. Va avatar bilan manikyur fingerimiz ob'yomda ekilgan. Ikkalasi 10 mingta hisobda ekilgan. Bularimiz o'sha farq qiladi. Xo'p. Donabay 25 ming so'm, ob'yomi 20 ming so'm. Juda ham katta ob'yomda oladiganlar bo'lsa, yana kelishilgan holatda bo'ladi. Bu yilgi narx-navolar shunaqa ma'lumot beryapti ob-havolar. Yana vaziyatga qarab kelishtirib beraveramiz. Ba'zilar darroq hisoblashi mumkin. Qalamchasi 5 ming so'm, ko'rsatini 25 ming so'm, bu deb. Lekin bu nima deydi, oz mehnat bo'lmayapti. Hamda isitishga rasxod bo'layapti, ishchilar, o'g'it, hamma narsa baribir rasxodga borib taqaladi. Eng asosiysi sizni qilib turgan 2 oylik mehnatingiz. Doim xayolingizda mana shu ko'chatlar, ertalab kelasiz, teplitsani ochasiz, kech payti yopasiz, ishlov beriladi, dorilar beriladi, suv beriladi, xullas asosiysi sizni qilayotgan mehnatingiz. Ya'ni mehnatingizni o'zingiz baholashingiz. Qaranglar mana go'zalliklar. Siz maza qilib orasida. Shuni kelaman mana yam-yashil bo'lib turibdi. Xudo xolasa bir haftadan keyin bu yana ham bular avj bilan o'sadi. Ya'ni avjlangan bo'ladi. Bemalol ekish kerak bo'ladi. Xudo xolasa bir haftadan keyin ham boshlayveramiz sotuvni. Ob'yomda olmoqchi bo'lganlar, endi ob'yom kami 100 dona hisoblanadi, shuni hisobga olinglar. 100 donadan oshiq olmoqchi bo'lganlar zaklad olishda boshladik, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar, savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bittadan layklarni mixlab qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.